Yo barchaga assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan men Video Play do'stlar. Bugungi videomizda men do'stlar Dallas'a yangi account oldim do'stlar. Yangiligim do'stlar. Dallas'a yangi account oldim. Mana bu accountni qarang do'stlar. Do'stlar o'zi vash qimmatga tushdi bu account. Ronaldolar bor, Rafinha. Do'stlar bular vash Viniciuslar bor. Keyin do'stlar vash udar account Mbappe'larni olding. Rodri, Bellingham, Valverde judayam udar tarkibda avval do'stlar. Do'stlar bu account ancha qimmat tushdi. Mana bandiklar men bu prosta jarohatda turibdi. Mayli tuzatib olsalar ko'rsataman. Bo'ldi, mana bandikim ham bor. Mana bandikni hozir uch sostavga qo'shamiz. Mana bandik Saliba, Alexander-Arnold, Bellingham, Pedri, Valverde, Vinicius, Mbappe, Salah. Do'stlar Courtois 94ligi, Alisson 95 do'stlar. Bu account o'zimga juda ham yoqdi do'stlar. Vashi eng yoqtirgan akkauntlarimdan biri bo'ldi. Ronaldoni Viniciusni almashtiramiz. Mana bu account o'zimga juda ham yoqdi do'stlar. Shuning uchun shuni qilib sotib oldim do'stlar. Vashi udar account, mana stadionlar ham juda ham zo'r, ya'ni do'stlar men buni bitta akamdan sotib oldim. Ismlari Mirzajon do'stlar. Hozir trenirovkaga kirib ketib qoldi do'stlar. Hozir mana do'stlar sizlar ko'rsatib beraman. Mana Mbappe'lar, Pedri, Valverde, Bellingham, Cristiano Ronaldo do'stlar. Bu account nima deyapti? Do'stlar oldinlari bu akkauntlarda o'ynab mana shunaqa akkauntlar ham olish nasib bo'ldi do'stlar bizga ham. Mana akkauntga bitta baho beringlar 1 dan 10 gacha do'stlar. Mana bu eski akkaunt do'stlar, o'zim qimmatga tushgan akkaunt. Do'stlar vash qimmat akkaunt. 93lik mana Zenga Courtois'larim bor do'stlar. Nima deyapti akkaunt? Do'stlar bitta like bosib qo'ying sizlarga. Men o'zim chiroyli to'lib olaman, hali to'laganim olishman sizlarga yutib qildim. Mana bu stadionni qarang do'stlar, stadionni qarang, full stadion, full stadion, gapir bo'lmaydi. Hamma narsa full, mana deydiganlarni mana trenirovka hamma narsalar darlik ko'p full dema qarang, qayergacha kelganni. Do'stlar bu account juda ham kuchli account, ko'rsataman sizlarga ham deyarli. Mana ko'ring. Qayerga kelganman? 1150 ta pobed, 59 iloji bo'lsa biz buni chiqaramiz, mana bu yerlarga olib kelamiz. O'zimga account juda ham yoqdi. Do'stlar bu accountni sizlarga narxini aytaman, lekin juda ham qimmat account. Mana o'zbek ya'ni yangi futbolchilarimiz kelibdi, lekin hozir pulimiz yo'q. Biz bunaqa futbolchilar ham kerak emas. Pul yig'aman. Do'stlar, naqd bu 600-700 minglik account do'stlar. 1 millionga berib o'zi arziydigan account. Son bor do'stlar, De Bruyne, Rafinha, Messi bor. No Messi 85lik ekan, va Salah bor. Cristiano Ronaldo eng yaqini. Kuchaytirgim kelyapti, lekin o'zi bor ekan, red kelibdi. Bakatchilarni hozir kuchaytirmaymiz. Ronaldo 87liklar o'zi vash cho'tka account bo'ldi do'stlar. Akkauntlarga yoqdimi? Accountim o'zimga ham juda ham yoqyapti. Men hozir buni o'z holatimga keltiraman. Bu qora bo'lgani yaxshi emas. Men o'q qilaman albatta. O'q qilamiz biz. Son tagiga qora o'zimdan o'q qilamiz. O'q bu bo'ldi Sahranit. Sahranit qo'yamiz, shunaqa futbolga yaxshi. O'zi mana o'q, bas qora. Nazvani albatta Real Madrid bo'ladi. Lekin biz unday qilmaymiz. Biz esa ya'ni Nurmirzayev. Chunki familiyam Nurmirzayev, Nurmir. Nima deb tasham? Nurmir Mirzayev qilamiz. Ya'ni bu yerda esa mayli Roma tursin, mana Real Madrid bo'lib turadi. Nurmirzayev Dallas'a do'stlar. Sahrin bo'lindi o'zi
O'yinchilarim mana. Mana hamma o'yinchilarim do'stlar. Yo'qyaptimi? Ko'zimga ko'z bosh yo'qyapti. Alisson xohlagan mana shuncha nimalar borda qaranglar. Alisson Cristiano Ronaldo'niki hozircha yo'q. Ko'ch qilamiz. Давай подтвердить. Ko'ch qilamiz. Pedri Mbappe bor do'stlar. Kylian Mbappe. Menga eng yoqqani bu yerda Cristiano Ronaldo borligi. Va Valverde bu yerdan akkaunt juda ham cho'tki ko'rdingni, yo'qolmasa like bosingni. Do'stlar yo'qolmasa like yozinglar, like bosib qo'yinglar. Akkaunt juda ham yoqdi mana. Courtois'lar bor, Rodri, Haaland, Kane, Rudiger. Do'stlar hozir Real Madrid tarkibini yasashga harakat qilamiz. Nima qanaqa harakat qilamiz? Birinchi bo'lib Rudigerni Salibaga almashtiramiz. Alexander Arnold turadi. Messini olmaymiz. Modric bor, Modricchi. Pedri o'rniga qo'ysak, center bunda Real Madridniki bo'ldi. Yana Rafinha'ni olmaymiz. Rodrigo, Vinicius. Rodrigo bu yoqqa, Vini'ni Mbappe turibdi. Mana Vini sig'mayapti cho'ta. Bunaqa Valverde'ni qo'yamiz. Valverde'ni qo'yamiz. No Hernandez'ni o'rniga Vinicius'ni qo'yamiz. Vinicius bilan Bellingham bilan almashtiramiz. Shunday qilsak, Bellingham bilan Modric'ni almashtirsak, mana Real tarkibi deyarli bo'ldi. Alisson Courtois qani? Courtois mana Courtois'ni qo'ysak, Real Madridda deyarli bo'ldi nimasi bo'ldi. Boshqa bir de Van Dijk bor. Bo'ldi. Qolgani bo'ldi Real Madridniki. Real Madrid akkaunti albatta. Akkaunt deyman. Real Madridda o'zi nimasi bo'ldi? Bo'ldi Real bo'ldi o'zi. Ligimiz lучший sostav qilib qo'yamiz. Vini'ni o'rniga esa biz doim Ronaldo qo'yamiz. Chunki 87 kelasi ham. Ronaldo katta nimagadir bu shunaqa qilyapti. Yo'qolmasa keling, gobini qo'ying. Ko'ryapsan, hammaga rahmat.